Yangi yilga norin tayyorlaymiz. В общем, yangi kelinlik paytim oyijon bilan yangi yilga tayyorgarlik ko'rayotganimizda ular yangi yilga norin tayyorlaymiz dedilar. Deganman. Norin o'zimiz uyda juda ham hayron bo'lganman, chunki men hech qachon norin uyda qilinishini hayolimga ham keltira olmaganman. Qizli uyimda hech qachon hech kim norin tayyorlamagan. Hayolimda norin faqat zakazga qilinadigan ovqat. Zakaz qilsak bo'ladi-ku deganman. Uydagi norin baribir ham boshqacha bo'ladi. Ha, yeb ko'rsang tushunasan deganlar. To'g'risini aytaymi? Hayolimga nima kelgan? Men yangi kelin bo'lganimga mana shunaqa sinab, endi kelin tushirdim deb pasta ishlatmoqchilar, qiynamoqchilar degan xayolga ham bordim. Oyijon ko'rayotgan bo'lsangiz kechiring. Noto'g'risi shu uyda norin qilishni hazm qila olmaganman. Okey, va nihoyat o'sha norin qiladigan kun keldi. Shu norinni tayyorladik. Nu как tayyorladik? Oyijon o'zlari chaqqon bo'lib tez qilib tashladilar. Men oldinlarda cho'chib deb turdim. Keyin bilsam agar rostdan ham oyijon har yili o'zlari norin qilar ekanlar. Men o'tda meni yordamim ham kerak emas. Bir tarafdan meni boshimda отрицание, что o'zimiz norin qilamiz, как так. Bir tarafdan interes, chunki men hech qachon bu narsani ko'rmaganman. Menga bu любопытно bo'lgan. Keyin rostdan ham protsess juda ham интересный ekan. Shu o'zimiz qilgan norinni yeb ko'rdim. Ko'chani norinni umuman yeolmaydigan bo'lganman. Chunki домашний norin rostdan ham rosa boshqacha bo'lar ekan, juda ham mazali bo'lar ekan. Har xil hidlasiz, lishniy yog'siz, yaxshi go'shtdan qilingan. Uyi norini baribir ham bo'lib качественный bo'lar. Norin tayyorlash prosessi o'zimga yoqib ketgan. Shu bilan har yili oyijon bilan norin qiladigan bo'ldim. Hatto itakmansiz ham qilardilar. Endi men ham qo'shilib nimadir yordam qilaman. O'rgandim. Уже qo'llarim ham o'rgandi. Issiq xamirni olib, uni osib qo'yamiz tog'origa. Meni eng yaxshi ko'rgan prosessim. Keyin oyijon ko'rayotganlarda bitta-bittadan endi pishgan xamirni yeb ko'raman. Endi pishgan xamir shunaqa zo'r bo'ladi. Такой соленый. Bejbarmoqga o'xshab ketadi. Keyin bizning o'zimizning layfhackimiz bor. Biz norinni sразу to'ramaymiz. Oyijon go'sht to'rab qo'yadilar. Xamirni esa именно kerak bo'lgandan oldin tez to'rab, go'sht bilan aralashtirib, hamma kerakli spetsiyalar, yog'larni qo'shib tortamiz. Shunda norinimiz 3-4 kun svejiy bo'lib turadi. Men hozir norin qilyapti deb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashasizlar. Chunki bu yili oyijon uyda yo'la, yangi yilni Yevropada kutar ekanlar. Завидую oyijon. Hammamizga yangi yillarni Yevropada kutish nasib qilsin. Ana kuni gaplashganimizda norin qilaymikan deb so'ragandim. Тебе что делать нечего dedilar. Qiladigan ishing yo'qmi? Tinchgina zakaz qilgan silib oladimi? Stолько возни, ты с детьми устанешь dedilar. Bir tarafdan o'zim qilgim kelyapti, lekin bitta o'zim qila olishimga ko'zim yetmayapti. Qo'limni kuydirganman, qo'limga sal qo'rqaman. Shunga maslahatingiz kerak, qayerda yaxshi домашнийga o'xshagan norin qilishadi. Sizlar uyda norin qilib ko'rganmisizlar yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.